Birinchi uchrashuvda qiz bolani Instagramini tikillamizmi, Telegramini, Instagramini? Ha, shunaqa men so'rashim bilanla telefonini olamanda, hamma yo'g'ini titkilayman. Sabab? Sabab men ko'raman, o'z ko'nglida bormi ekan u yoki birortasi bormi? Gaplashib yurgani bormi? Ha, shunaqa. Shu maqsadda titkilayman, atak boshqa maqsadda u titkilash, aybini topish boshqa bo'lmaydi. Xo'p. Yo, birinchi uchrashuvda titkilash noto'g'ri narsa. Lekin keyinchalik o'rganib, yaxshi keyin ko'rsa bo'ladi. Ba'zi birinchi ko'rsatuvda birinchi uchrashuvda hayajonlanmang. birinchi uchrashuvda menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak. Baribir ham hamma qiz birinchi uchrashuvga chiqib turib telefoningizni bering, endi ko'raman, tekshiramansa, masalan, любой qiz noto'g'ri tushunishi mumkin. Ikkinchi yoki uchinchi uchrashuvga chiqib, masalan, o'zidan so'rab yoki o'zini birinchi ko'nglini bilib, ko'nglingizda biron kim bormi yoki bo'lsa ayting. Shunaqa deb so'rayman. Xo'p, shu o'rinda o'zingiz berasizmi? So'rasa. Men berasizmi? birinchi uchrashuvda emas, endi qizlarda ham o'zi so'ramasa kerak. Tozalab olishingiz kerak. Og'abezizchi? Yo'q. Yo'q. Siz vashe bermayman. Vashe. Lekin tikillaysiz. Ha, bittadan xo'jayinchilik qilib qo'yasiz. Ha? Rashk kuchli. Yaxshi. Ko'rdingizmi? Qanaqa rashkchi yigit ekan. Ana qosh ko'zlari popudek, oha dedi-yu. O'zim nima qilib turibman bilishmayapti.